Bloger bo'lish nimaga kerak? Nima uchun kerak? degan savolga javob beramiz. Bloger bo'lish liboy soha egasine kerak. Liboy biznesmen bo'lami, o'qituvchi bo'lami, doktor bo'lami, usta bo'lami, liboy soha egasine bloger bo'lish kerak. Ne uchun kerak? Liboy soha egasine biznesini, sohasini rivojlantirish uchun kerak bo'ladi. Ne uchun desam, masalan, hozir usta doğru 90% adamda internet bor, telefon bor. Telefonda ko'rib o'tiradi. Shunda tip qisqa videolar ham tashlab borasiz, uzun videolar ham tashlab borasiz. Birinchi YouTube, ikkinchi Instagram, uchinchi Telegram, TikTok va hokazo. Facebook nomini rivojlantirib, shu 5sini rivojlantirib borasiz, yetadi o'zi. Asosiy, главный YouTube, Instagram. Internetni ko'rib o'tiradi, liboy odam shunda tip ko'rib o'tiradi. Qarasa, misol uchun, dish doktor. Chiroyli, zakonni davoladi. Nomeri bormi? Bor. Shikka nomerini yozib oladi. Ustachilikni ko'rib o'tiribdi. Malyarka ustachiligini ko'radi. Chotki, nomeri bormi ekranda? Bor. Shikka yozib oladi. Derhol aloqa chiqadi. Usta yo dish doktor. Shunday qachon borsiz? Falan kuni. Sen mening uchortingizga yozib qo'ying. O'qituvchi bo'lsa, yo ingliz tilichi bo'lsa, farqi yo'q, matematikachi. Alo, assalomu alaykum. Sizni dars o'tishingiz zakonni ekan. Ajoyib, yoqdimi? Bolamni yuborjakmi? Qachon bo'sh bo'lasiz? Nomerini yozadi. Shikka aloqa chiqadi. Va hokazo, hamma biznesni rivojlanishi uchun, qo'shimcha daromad olishingiz uchun ham bloger bo'lishingiz kerak va shart. Qo'shimcha daromad agar kerak bo'lmasa, unda sizga kerakmaydi. Ana shu yerni bilish kerak. Keyin ham, yaxshi men bloger bo'lishim kerak ekan, nisha bloger bo'lishim kerak? Menga kim o'rgatadi desangiz, mana shu yerda ishonch nomerlarini qo'yamiz. Bemalol Telegram, WhatsApp, Imo hammasidan bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Noldan kanal ochib, SMM xizmati ham mavjud. Polni biznesingizni rivojlanishini ham polni yordamlashamiz. SMM xizmati ham mavjud, blogerchilik ham mavjud, hammasi kelishilgan holda qilinadi. Ekranda nomerlarni qo'yamiz. Bemalol Telegram, WhatsApp, Imodan aloqaga chiqishingiz mumkin. Yozib qo'yishingiz ham mumkin, ko'tara olmasligimiz mumkin, ishlar ko'payganligi sababli. Shuning uchun Telegram, WhatsApp, Imodan yozib qo'yaverasiz, bemalol aloqaga chiqaveramiz biz keyin. Sen buni ko'proq shunday bloger bo'lajak bo'lgan liboy do'stingizga, qarindosh tog'angizga yuborib qo'yaveramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bir like bilan bosib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.